chamanni husniga shaydo etibki kelib ko'z o'rma harbo etibki chamanni husniga shaydo etibki ochib g'unchalar mag'rumni dog'lar ochib g'unchalar bag'rimni dog'lar ko'ngilda yangi bo'y paydo etibki ko'ngilda yangi o'y paydo etibki kelishga bir va'dayla noz etmagin kelishga bir va'dayla noz etmagin kelib turgun mayli istig'no etibki kelib turgun mayli istig'no etibki Döbaftarına saz eylelep eysos Döbaftarına saz eylelep eysos Şirin kuylar çalıp yalva etibki Şirin kuylar çalıp yalva etibki Bularda beg'araz sabrga mehmon Bularda beg'araz sabrga mehmon Sadoqat burchini ijro etibki Sadoqat burchini ijro etibki kelib gulzorima harbo etibki chamanni husniga shaydo etibki shaydo etibki shaydo etibki yo etibki Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar, uzoqdagi yaqinlar, olisdagi jigargo'shalar. Mani har doim kuzatib boradigan Jannatga oshiq TV kanalini ashaddiy muxlis va muxlisalari. Hammalaring yaxshimisizlar? Sog'liqlaring yaxshimi? Mana bugun 4-aprel, ya'ni shanba kuni biz ham odamlarga o'xshab dam oldik. Bugun o'tirishimiz hoji onalar bilan, ya'ni Rohilaxon hoji onanikida bugun o'tirishimiz. Mana endi bugun bemalol yaxshi dam olamiz. Yonimda mana Turgunova, Farg'ona Gavharini Yakkaxon soliskasi, doirachisi Matlubaxonim, hoji ona. Sog' bo'ling. Mana gapiring, bitta siz ham so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum Jannatga oshiq TV kanalining muxlislari. Hammalaring yaxshimisizlar? Tanjonlaring sog' bo'lsin, iloyim. Hamisha shunday chiroyli kunlarga uchrashib, ko'rishib, g'oyibona ko'rishib turganimizdan hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Hammalaring ko'rishguncha. Farg'onadan salom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qolgan endi qani qolgan Farg'ona Gavhari qizlari, jamoa qani deb savol bermoqchi bo'lsalaring,
ular endi bu gruppada biz ikkovimiz bor xolos. U alohida Xudo xohlasa ertaga yana o'tirishimiz bor, alg'ov oshimiz bor. Manzuraxon alg'ov oshini oladi inshaalloh. Ertaga yana Farg'ona choyxonasida yana oshdamiz inshaalloh. Hammalaringga salom. Sog' bo'linglar. Tadbirlar ancha yengillashdi. Yengilladi, Xudo xohlasa. Bugun 4-aprel kimiki tug'ilgan kuni bo'lsa, mana shu 4-aprel, ya'ni Shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq, rizqlari ziyoda bo'lsin, 90 bilan to'qnasin, 100 yosh bilan yuzlasin. Ilohim. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hammaga salom. bo'lyapti deganiga ham odam Mana azizlar, bugun biz o'tirishdamiz. Shanba, yana 4-aprel. Bu YouTube'ga qo'yaman. Bu YouTube'dagilar ham nimaga video qo'ymayapsiz? Instagramga o'tib ketdim-da, YouTube'ga qo'ymayapsiz deyapti qadrdonlar. Mana sizlarni esimdan chiqarganim yo'q. Sizlarni yaxshi ko'raman. Jannatga oshiq TV kanali. Mana qarang, mana bu nonlarni qarang. Nonlar, uni qarang. Mana Alohida zakasnoy bo'lar ekanda bu nonlar, depilar ekan. chiroyli nonlarni ko'ryapsizlarmi azizlar? Mana hammasi o'zimizning mahsulot. Mana bu ham o'zimizning mahsulot. Pista ham, bodom ham, pechenilar ham. Mana bu achchig'i, mana hozirgi bahor salati. Mana u bahor salati, achchig'i basi. Mana ko'ryapsizlarmi? Hammasi o'zimizning mahsulotlar. Ana tashqarida bizni dugonalarimiz, hoji onalar kelyapti. 37 ta hoji ona oshriymiz. Mana hammasi kelishyapti. Mana bu tomonda ham olib qo'yib Matlub opam turyapti. o'sha mana kelishyapti, kutib olamiz. Kutib olamiz endi mehmonlarni. Mana hammasi tashqarida isomiz deb ko'rish bilan ovora. Mana biz Rohilaxon hoji onani uyda o'tirimiz. Mana bu ko'ryapsizlarmi? O'zbek. Duo hozir rosa hamma rahmat aytdi duochi. Yana hozir duo. Xudo xohlasa hoji onalardan sizlarga albatta duolarni olib beraman inshaalloh. Mana azizlar, ko'ryapsizlarmi? Kelishyapti ona tashqarida. Mayli, kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa sizlarga alohida duolarni olib beraman. Ilohi amin. Makonlarda Alloh xayrli, barakatli qilsin. Allohim Roylaxonni nima niyatda dasturxon yozgan bo'lsalar, Alloh murodini bersin. Amin. Jonlari sog' bo'lsin, xushqaroq, xushaqarisin ilohim. Nevaralarini umriga, rizqiga Alloh barakot bersin ilohim. Mana shu qilgan ehsonlari Allohning roziligi bilan bo'lgan bo'lsin. Alloh dargohida qabul qilsin ilohim. O'zini o'zi to'ldirib qo'ysin ilohim. Hammamizni tan jonimiz sog' bo'lsin. Doim yaxshiliklarda, sog'likda, salomatlikda hammamiz bir-birimizdan, qatorimizdan xato bo'lmasdan uchrashib yurish nasib qilsin. Amin. Hammamizni to'rtmechamizni Alloh sog' qilsin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Yaxshi kunlar bo'lsin ilohim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك أرحم الراحمين. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, jonlar, xush kelibsizlar. Bo'lsin. Bosib kelgan qadamingizdan Alloh rozi bo'lsin, yaxshi kelibsiz. Tinchlik, omonlik, xotirjamlikni bersin. Qatorimizdan hech kimni xato qilmasin. Bu ishlarda sog'likda, salomatlikda qatnashib yurishimiz. Amin. Amin.